Ekodan keyin embrionlarni muzlatib olib qo'yib keyin qo'ydirganim ma'qulmi yoki svejiy siklga embrionlarni qo'ydirishim kerakmi? Qaysi biri ko'proq natija beradi deb savol berishadi. Nima uchun embrionlarni muzlatib olib qo'yamiz? Embrionlarni muzlatib olib qo'yish frozen sikl deyiladi. Agar punksiyadan keyin tuxumdonlaringizni terib olganimizdan keyin bachadon qavati ingichka bo'lsa, ya'ni endometriy qavatingiz ingichka bo'lsa, hali homila qo'yishga tayyor bo'lmasa, tuxumdonlaringizni yoki gormonal balans hali normallashmagan bo'lsa, hali onalikka tayyor bo'lmasangiz, biz embrionlarni muzlatib olib qo'yib, keyingi siklga sizni patsatka, ya'ni homila qo'yishga tayyorlaymiz. Embrionlarni muzlatib qo'yish ko'p hollarda qizlarimizda polikistoz sindrom bo'lsa, biz embrionlarni muzlatib, bachadonni keyingi siklga tayyorlab beramiz. Embrionlarni svejiy qo'yish fresh sikl deb ataladi. Agar sizda matkada hech qanaqa muammo bo'lmasa, bachadon qavati, ya'ni endometriy qavati normada bo'lsa, tuxumdonlaringiz normal holatda bo'lsa, sizni organizmingiz stress holatida bo'lmasa, biz embrionlarni svejiy siklda qo'yib beramiz.